Ay, charchab ketdim. Bitta okean, bitta 57-chi qishloq qani? Qani? Bitta qishloq bor ekan-ku. Qani? Qani men unda men bu qishloqni oldiga kelaman, sakraymiz. Qani endi? Bu yerga chiqib olamiz. Yo, bu yerda yangi qishloq bor ekan. Yo. Wow. Juda ham zo'r ekan-ku. Sen kim bo'lding? Men Glox janoblarman. Agar sen mayda menga yoqib qoling bola. Agar sen soliqlarni joyida to'lasang, men senga qishlog'imni yarmini berishga. Tushundingmi? Sen yaxshi bola ekansan. Agar menga soliqlarni vaqtida to'lasang, men senga qishlog'imni yarmini berishga tayyorman. Gapimni tushungan bo'lsang, umiddaman. Senga omad, do'stgina. Bo'pti. Yo, bu yerda soliq to'lagani, bu yerning egasi ham bor ekan, obunachilar soliq to'lash kerak endi. Yo, zo'r ekan-ku bu. Unda men mana bu uyni olaman. Mana shu uy menga yoqib qoldi. Lekin ozgincha o'tlari ham bor ekan bu uyda. Ichi shinamgina ekan. Qani unda men unga soliqlarni to'lashim kerak. Bo'lmasam u meni o'ldiradi obunachilar. Ey bolakay. Hoy. Yaxshi. Seni uyni ko'rsataymi? Ha. Kel. Sen menga juda ham yoqding. Sen aqlli odamli bola ekansan. Birga bo'ldi qo'shnichi? 2. Yaxshi. Mana seni uying. Mana xohlagan tagini ko'rsang, hamma narsa bor. Mana yotog'ing ham bor. Mana qo'riqchilaring ham bor. Bo'ldi. Tamom va salom. Ertaga soliqlar to'lash kuni esingdan chiqarma. Xo'p. Obunachilar bu yerda soliq to'lash kerak. Qanday soliq to'lasam ekan? Ertangi kungacha omad berishga. Bo'pti, ketavering o'zingiznikiga. Unda men mana bunimni olib, voy. Kechqurun tushibdi-yu. Ertaga men o'laman bo'lmasam, tez. Mana shu yerdan o'tsak kerak menimcha. Tez. Tezroq bo'lish kerak. Mana bu yerdan. Voy. Shu yerdan tushib ketamanmi? Tezroq bo'lish kerak, bo'lmasam o'laman. Qani ketdik, tezroq bo'lsang-da sen ham. Qani. Qani unda men tezroq bo'lishim kerak. Bo'lmasam men o'laman. Qani tezroq. Yangi kirka sotib olsam-da bundan yaxshirog'ini. Qani mana shunday. Qani? Bo'ldi. Hali tun kechi bo'lmasdan tezroq bo'lish kerak. Eng ko'p zumrad kerak. Chunki men Grox'da uydan bildim. Hammasi zumrad yaxshi ko'radi. Menimcha eng ko'p. Shuning uchun zumraddan ko'p olaman. Buni ham olamiz, buni ham. Eng ko'p zumrad bo'lishi kerak. Shuni 25 ta zumrad bo'ldi menda hozircha.
Mana shu yerdan olamiz. Mana shu yerdan. Qani mana shundan shuni sindiramiz, buni sindiramiz, buni. Bo'ldi, menimcha bugunga shunisi yetadi. Shuni olsam bo'ldi. Qani, endi men shular yetsa, endi men ketdim uyga. Qani endi men uyga tezroq boraman. Va sandiqqa hamma narsamni solib qo'yaman. Mana. Endi mazza qilib yotsam bo'ldi. Yaxshi ertalab chiqdim. Soliq to'lash kuni bugun. Voy. Qurbaqajon. Men qurbaqa emasman. Mayli, soliqni to'la. Bo'lmasa mana shu bilan kallangdan dars o'taman. Oy. To'la qurbaqajon. Men sizga aytdim, qurbaqajon emasman deb. Qurbaqajonsan sen. Sen bo'la yaxshi aytganda qilyapsan. Mana. Oldingidan yaxshi. Boyaga aytgan gapim uchun uzr. Bolajon, yur. Sen menga soliqni yaxshi to'laganing uchun. Sen soliq to'lovchim emas. Uyingga kiray, bolakay. O'zingdan ketma, bolakay. Ko'chaga chiq dedingiz-ku. O'zingdan ketma, bolakay. Men senga narsa bermoqchiman, shunchaki. Yo'q, senga yangi lift sovg'a qilmoqchiman. La'nat yey. Qurbaqajon. Bolajon, keng. Mana bu sening lifting. Tepaga chiqib ko'r. Sen bugundan boshlab mana shu maktabda o'qiysan. Vau! Zo'r-ku. Hammaga xayr, video shu joyida tugadi. Sizlar bilan obunachilar. Niko adashib ketdim. Habibi TV bo'ldi. Hammaga xayr.